Bugun tug'ilgan kunim. Hamma meni tabriklaydi. Lekin men bu kunni faqat bir insonga bag'ishlayman. Bu siz, oyijon. Chunki men bu dunyoga kelganimda siz yana bir marta tug'ilgansiz, ona sifatida. Menga hayot berganingiz uchun, insoniylikni o'rgatganingiz uchun, yomonimda sabr, yaxshimda shukr qilishni o'rgatganingiz uchun rahmat. Bilasizmi, oyijon, men ulg'aydim. Ehtimol tanam katta bo'ldi. Hayotni tushuna boshladim. Lekin men faqat ona bo'lganimda haqiqiy ma'noda ko'zim ochildi. Endi his qilayapman, ona bo'lish bu faqat tug'ish emas, bu mehr berish. Fidokorlik, tunda uyqusiz qolish, o'zi yemay farzandlarini to'ydirish, ko'z yoshini yashirib kulish ekan. Endi men tushundim. Siz uchun onasizlik qanday og'ir bo'lganini. Bugun shu qadar muhabbat va minnatdorlik bilan shunday demoqchiman. Rahmat oyijon. Men bor bo'lsam, bu siz tufayli. Men baxtli bo'lsam, bu sizning mehringiz. Oyijon. Siz men uchun faqat ona emassiz. Siz mening panohim, mening ibratim, mening sevgimsiz. Bu dunyoda eng go'zal so'z ona va bu so'z men uchun faqat siz bilan tirik. Oyijonim, yuragimning nurisiz. Mening dunyoga kelishim sizdan boshlangan. Ilk nafasim, ilk tabassumim, ilk qadamlarim hammasi sizning mehr e'tiboringiz ila bo'lgan. Dunyoda oq qora bor deyishadi. Lekin menga siz faqat oqni o'rgatdingiz. Yomonlikdan asrab yaxshilikka boshladingiz. Sabr, hurmat, mehr qanday bo'lishini o'rgatdingiz. Men yiqilsam siz qo'limdan tutdingiz. Yurib ketsam ortimdan duo qilib yurdingiz. Har bir og'rig'imda o'zingizni qiynab, quvansam mendan ham ko'proq xursand bo'ldingiz. Sizsiz men emasman. Meni men qilganingiz uchun sizdan cheksiz minnatdorman. Oyijon, bu dunyodagi eng go'zal so'z bu ona. Eng baxtli inson onasi bor inson. Siz mening baxtimsiz, tayanchimsiz, duogo'yimsiz. Sizga tilaklarim cheksiz. Sog' salomat yuring. Yuzingizdan tabassum ketmasin. Qalbingiz doimo xotirjam va nurli bo'lsin. Men doimo sizga munosib farzand bo'lishga harakat qilaman. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman.